Dadasi? Kim bu? Fuqaro ishini hal qilib berdim. Ha, erkak kishi fuqaro yo'qmidi sizga? Ha, endi menga har xildan keladi, nima qilay? Erkak kishi bor joyiga borasiz-da, o'sha yerda ishlaysiz. Tushundingizmi meni? Boshqa ish toping, chiqing. Bo'pti. 95-600 mingga. Я в той стороне, что это прикинь? Bo'ldi, o'sha qilib chiqaman. Ha, dadasi. Ayollarning mashinasiga pistoletingizni tiqmas? Ha, endi faqat erkak kishi haydamas ekanda, ayollar ham haydar ekanda Men sizga nima dedim? Faqat erkak bor joyda ishlaysiz dedim men sizga. Boshqa ish toping. Tushundingizmi? Idita отсюда. Bo'ldi, boshqa ish topaman. Assalomu alaykum. Shu oyoq kiyimni tikib bera olasizmi? Bo'ldi, cho'tki tikib beraman. Ha? Nimani tikasiz? Ha, bunaqasi yirtilib qopti, erinki tapchikasi, shuni tikib bering deyapti. Tikmaysiz. Erkaklarnikini faqat tikasiz. Boshqa ish toping, tushundingizmi? Yonga tegding sana. Mang boshqa joyda tiktiring. Spır. O'yin rashk qilmasdan. Endi bakalashkang tez. Kechirasiz akajon. Musurimni qayerga tashlasam bo'ladi? Yaxshi qiz, mana bu bakka to'king. Rahmat. Tushunmadim. Bu qiz o'zi biladi. Qatga o'zini musorni tashashni. Mani ishim shu, shuni ko'rsatishga ishim. Erkak kishi bor joyda ishlaysiz. Tushundingizmi siz buni? Boshqa ish toping. Bundan boshqa yana qanaqa ish bor ekan? Bilmayman, toping. Otasi o'lmagan kim bor? Onasi o'lmagan kim bor? Otasi o'lmagan kim bor? Ayollardan pul olmayman. Yo, olaymi? Yo'q, mumkin emas. Oshdan o'l unda. Olmaymiz, boringlar. Otasi o'lmagan. Rashqing qursin san, rashqing. Onasi o'lmagan kim bor? Normalni ayt, ovozing ham yo'q sani bir.